İkinci Dünya Urushining eng oxirgi bosqichiga kirdi. Sovet qiz armiyasi Germaniya imperiyasining chegarasiga yaqinlab keldi. 1944-yil 11-oyning 8-kuni saharda 5 kishi oldingi saf liniyasidan uchib, Germaniya ishg'ol etgan rayon Polshaga ishg'irlab kirdi. 5 kishining ikkisi bu qatimki vazifaning mazmunidan xabardor edi. Ular Georgiy, Germaniya Kompartiyasining a'zosi 1939-yili Sovet ittifoqiga qochib qolgan. Boris, Sovet qiz armiyasining jumhuriy darajalik razvedchi. Qolgan 3-chi Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangui. O bir yil burun tarmar qilingan qo'shinni boshlab Sovet qiz armiyasi tarafga o'tgan. Henry, guruhining eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-chi darajalik askari. O Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yang, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'xtatishga uchraydi. Bu 5 kishi yot rayonga sakrashga majbur bo'ladi. Georgiy egri yordamladi. Guruhning boshqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirish bilan mag'lubiyatga uchraydigandek qiladi. Xotirjam bo'lamayapsiz deyman, Renat. Mening shundoq erkak yashig'im bor, lekin bu mening ixtiyorimda emas-da. Ha, xudo. Men afsuslanyapman. Ferni sizni o'z yeniga yo'tkab ketdi. Bakma ochig'im kelyapti. Sizni qaytirib akkilib olsam deyman. Qanday qaraysiz? Shundoq qilganligingizga ishonmayman. Özümni birinci derecelik zarbdarlığının dadiyicini Fernet'nin yanıga turg'izgan qaravulingizda kes qilaman. Rastli shunda qaramsiz. Özümning vazifasiga shunda qarashdiman. Menga ishonganligingiz uchun intayin xushalman, suyimligi. Fernet'ning muomalasi qandaqroq? Dappagidek chiqishlam yo'q. O şundaq tizli adamken. To'g'ri aytdingiz. O nima desam bo'la? Uni gumonxo'r demoqchimisiz? To'g'ri, aniqroq aytganda uning xizmati so'la haqiqatan shundaq. Ras, amaliyotda bizmi shundaqda? Shundaq qilishga tegishlik. Bosh qo'mondonni qashlash vaqasidan keyinla bizmi shundaq bo'lib qoldik. Endi tushundim. Nemini tushundim deysiz, Renat? Dadijan Fernetning ixlosmanligini. Andaqda qadrlik Fernetning ixlosmanligini qaysi jihatdan sezganda qilasiz? Ati Jitanjon qo'mondonlik shtabida mo'yim yig'ini ichildi ekan. Men qatnashaman. Birinci derecelik zarbdarlığının dadiyicini texim səgəklişib getdi. O əngilnğan işlarını yığından burun çoxun bir tərəf qilish lazım davatıdı. O qaysı işlarını deməkçi ekan?
Boxniya quruqluq armiya axborot punktidagi ishlarni des kerak. Tushundim. Degit bilan o'rinchi raqib ishlar ekanda. Qani, so'zlayvering. Ha. Ular parşut bilan sakrganlarni nima ancha qiziqib ketdikin, ha? Yana Aras endi isim keldi. Ularning Vadovitis degan nimada? Vadovitis? Ha. Uning sizga va parşut bilan sakrganlarga nima aloqasi bordi? Xato anglab qolmagansiz? Yo'q. Ularning so'zlayotgani Vadovitislar. Qani, bu yoqqa marhamat. Biz yangidan ishga yepuchiga ega bo'ldik. Endi ishni shundan boshlaymiz. Biri doktor Roy, yetakchi Duynan Duyjangining Vadovat testiga harbiy davolash uskunalari ombirini ishga qitim surishti qilganligini, buning sababsiz emasligini sezgan. Yana biri Veshinskiy jon uzish oldida singlisi Lodiyaning fashistlarning yer osti harbiy zavodida majbur emgakka silinayotganligini aytgan ekan. Lodiya izraksiz yo'qolgan Nelif akisining niyatligini biladi ekan. Biz shuni topaylik. Yana bir ish. Beli g'arbiychi kino olgan qiz bilan ko'rishib baqsangiz, Georgiy. Andaqda hozirda yo'lga chiqaylik. O qiz o'zi kelib qolsin-chu. Velosiped topdingizmi? Topdim. Telegramini qachon beramiz? 1 soatdan keyin beramiz. Ondan qabul qilamiz. Ya'ni siz qalamsiz. Bo'ladi. Shirsizaga qanchalik vaqtda bog'liq bo'la? 20 minutda. O'shunda aqlamagamsiz? Yo'q. Bu kiyimni amal yo'q kiymsam odatda kiygim kelmaydi. Endi sizni opirib qo'yay. Siz bilan birga bo'lish men uchun intayin ko'ngillik Renat. Rahmat sizga. Ma'lum shundaq yetakchi Duynan Duyjang janoblari. Siz bilan yana bir ko'rishni orzu qilaman. Angacha siz Az gap qilib ko'proq anglash. meningcha bir-birimizni xeyli cho'nqur tushungandek turibmiz. Sal to'xtab turing. Bazil, bu yerga nima ish keldingiz? Bir ish to'g'riliq siz bilan ko'rishay deb telefon bergandim, biroq olamadim. Bu telefoningizga qo'shilmaydiganligim sizga aniq-ku. On minutdan keyin ishxonamga keling. Uqdim. Xap bo'ldingizmi? Qaramamsiz o odamni. Men bu odamni zotli ko'matdikaman. Sizmi ko'miganda? Ikkinchi darajalik sarbdor Duynan Duyjang sizning qo'lastingizmi? O'tirimizni boshqalanba. Renat Shirsiz atrofdan kelgandek turdi. Uning keyinda odam bor yo'qligini ko'rgandan keyin ondan belgi bering. Sizlar nerede uchrashmoqchi? Eliqi o'rmonliqda. O ko'rishadigan vaqtni aniq demadi. Ahvol qarab belgilayli degandi. U kelib qolgan bo'lsa, so'zlashib baqqan bo'lsak bizga mi yardım bo'ladi?
Siz heliqi ikkinchi darajalik zarbalar düyünün duyacağını tonan. Yo'q. Nimga kulasiz? Uning quvlig'i, o paltosini musha qo'yib, boya yana akatdi. Qizig'i, o texi apistar paltosi emas. Qandaq palto ekan? Jungshi doktorning paltosi mamdi. O bu paltoni kaymoqchi bo'lib, yana kaymasdan billiga ortilib ustiga chiqib ketdi. U bu yerga boshqalarning o'rnida kelgan bo'lsa kerak. O ish qilib, qu odamda qiladi. Bo'ldi, to'xtating. Endi o'zim kirib ketay. Rahmat sizga. Men biroz avoyat andin kirib ketay. Kiring. Hozirgi vaziyatni demisam, buyruqni ijro qilmaganligingiz uchun ustingizdan arz qilgan bo'libdim. Biroq biz oldingi safda emasda. Bu sizga nisbatan oldingi saf bo'lmay nima? Duyjon janoblari. Boshqalar meni arlab o'z vazifam bilan chaqirsa, shundoq rozi bo'lib ketaman. Hadislar Jungshi janoblari da'vasi qulqimga anchaqmaydi. Men kechini kunduzgi ulab heliqi chashqan to'shigidan chiqmay ishlayman. Zindonga tushgan odamdek kunning serig'ini ko'rmayman. Kunlarning birida orzoyim amalga oshsa, ofitser kiyimini kiyib, yuqori tabaqa bilan orishib o'ssam, niqobni olmay, oshkor ochiq yursam deyman. Sarang nimidek hadislar ofitser kiyimini kiyib, ashundaq so'rlarga berish kallingizga kirib olganligi uchunla o'zingizga menga balo terib beryapsiz. Uqdingizmi? Balo terib beryapsiz. Sahnedagi ofitserning rolini oldigan ish bundan keyin siz uchun texnik normal ahvol bo'lishi mumkin. Lekin men sizdan intizomga qattiq rioya qilishingizni so'rayman. O'tiring. Arxivingizga yozilishicha, sizning velishkida o'ltirishlik bir hammingiz bor ekan. Qerib ketdi. U hayot bo'lsa-mu 4-5 kunga qoldi. Ish qilib hayot ekan. Odamiy vatib tekshirtib baqdim. Nima qilmoqchi? Siz jimmida onun qishig'iga ko'chib berib, puhra bo'lib eling. Boshqalarmi sizning puhraligingizni belgash tursin. Biroq men harbiy davolash uskunlari amirida sizning o'rningizga ikkinchi darajalik askardan birini evatiman. Doğrularni boshqarish ishini shu ishlab turdi. Arif amirdagi ishlardan uning zotida xabari yo'q. Nemishki mundaq qiladiganligingizni so'rab qish bo'laman. Bo'ldi, so'ramam. Buyruqni ijro qilsangiz bo'ldi. Vaqt kelganda enig'ini aytaman bazi.
O keldi. Yeneri belgi berip oturdu. Yine dep qo'yay. Uni qistab so'rama. Ahvolni u o'zi deb berdi. Men bek aldıraş. Bizge nima ağaç geldiniz? Siz bana ne bersiz? İşenç. Siz kim bolasiz? Menme sizge okşaş, vatanperver. Bana işinin. İşenmeyim o. Amal yok. Siz bana hazır telegram vermey turun degen go. Bundan keyin şunday qiling. Tegiplar radar mashinasi bilan sizning xabarlash apparatingizni jiddiy izlayotdi. Biroq bu axborotni qandaqli bo'lmasin, yetkizib bermasam bo'lmaydi. Siz yetkizib berasiz ya. Apparatingiz qani? Uni ilk velosipedni qo'ygan yerga yushirib qo'ydim. Do'stlarimga ahvolning xatarlikligini aytib qo'ya olamsiz. Siz ahvolni deb beqing. Keyingi ishlar ustida andin bir nima deyishaylik. Әді жетенжін қомандалық штауыды мұйым жығын ба екен. Жығында Велишкіді тұрышлық СС-чыла қомандалық штауының вазипісі мұзакыр қылынды екен. Партизанла дейем, қаршылық көрсіш көрпісін умум yüzük yoqты шақыды конкрет тәдбірлі бәлгіленді екен. Жығында ене алдыңғы сәп өткелген аман мұйым санаат мәркәзлерінің әмізін партилдетіш planımı бекітілді екен. Bu ahvollarni do'stlaringizga cho'qim aytib qo'ymanmi? Shundoq. Bu mening vazifam. Mening bildiganlarim mana shu. Agar telegramini o'zim berishga sharoit yor bermay qolsa, siz bersingiz. Mana bu shifr bilan keyingi qatim berilgan telegramining originali. Bunda qisaq texnik o'lchamiga muvofiq emas. Siz degan mutaxassis. Qandaq bildingiz? Sizin parşutchilar guruhining a'zosi. Sizlarning ishinglarga yetakchi deyning dejan xo'p bilan SS-chilarning favqulodda kattivishi Fernet alayt diqqat qildi. Ularning vadovitisini qayta tilga olganligimiz sizlarning harakatinglar bilan munosabatli bo'lsa kerak. Ahvol ikkimizga shundoq tushunishlik ba'zi. Arxib amir ikkimizni chambarchas bog'lagan. Biz ayrilanmaymiz. Ben sizning qobiliyatingizning yuqorligiga ishonaman. Buni amaliyat to'liq isbotlagan. Lekin men sizdan intizomga qattiq rioya qilishingizni, bundan keyingi ishlarda zodila chataq chiqarib qo'ymasligingizni talab qilaman. Bununla kapolatlik qilaman boshliq. Siz yangi panalanish o'rniga berish tayyorlang. Yangi kelgan yordamchingiz xizmatlar bilan tanishib chiqsin. Men bir necha kundan keyin sizni ko'ygili boraman. Biz bu arxiv amrini shundoq maxfiy saqlashimiz kerakki, onundan her qandaq odam mutlaq qusur chiqaranmaydigan bo'lsin. Uqdingizmi Bazil? Ahvol jiddiymi qandaq? Qimmatli bo'yimning dushmani ko'p bo'ladi Bazil. Arxiv amri haqiqatan bexatar boshliq. Sizning saqlayotganingiz bir xazina. Onun qimmatini har qandaq davlatning xazinasiga tang qilib bo'lmaydi. Hem onu siz bilan biz mo'ljallayolmaymiz. Shu sababdan bu arxiv ambirini boshqarish SS-chilarning katibishi gemlariga topshirilgan. Shundaqla bu bevosita oliy bosh qo'mondan lager uchun ishlatilgan materiallar. Onun ta'sir kuchi 100 ming tonnalik portlash dorisining kuchiga barobar. Men ketay. Ular meni izlab qoladi. Biz hem tez, hem oson aloqalasha oladigan bir amal topsak bo'ladi. Buning amalini qilib qo'ydim. Movilik rayonining xaritasi. Shersizlarga yaqin bo'lganda axborotni shu yerga yoshirib qo'ying. U yerdagi telefon simini bizning xabarlash liniyamizga ulug'li bo'ladimi? Menimcha bo'ladi. Navoda biror jiddiy ahvol ko'rilsa, soat 22 da 5 nomerli qarchoqqa xabar qiling. 5 nomerli qarchoq men bo'laman.
Məxfi belge Krausqa salam ayting. Ben velosiped bilen onun kendimi yapakay. Erin ismini muşa saklap dursun. Siz maşinin bilen ormanlıkı verip yanakini tepki gelin. O hazırlanıp bilen körüsün. Bonus meni utlantkini ışık baraysiz kekçe. Bir haber ufuk kilemi. Boludu Henry. Uf geldi. Tez yolu çıkan Henry. Vakit kıstap kaldı. Anki bilen tızrap uçraşmasanız bulmaydı. Kanç tız boz şunca yaxşı. Mən Teşindov, birinci numurlu qarçığını et berim. Hemen Fon Teşindov, meni unutup qalmağınız. Toğra mən şu ettim. Mən siz bilen paranlaşmaq çittim. Tezdiraq bos bolatdı. Boladı. Əmisi ət xəbərinizni kütümə. Tez bulun, tez bulun. Biz banditlarni tutuvatımız. Ben berip ayal tercümanını ekemsem olmaydı. Bo'ldi. Aldirab ketib soqilib ketmang. Boy bizning radar mashinamiz o'tib ketgan. Qo'rqma, soqtirib qo'ymayman. Yarim soatdan keyin müşahid bo'lamizlar? Ha. Ems keyin ko'rishaylik. Kelmayotdi. Chastotini almashtirib baqandiq ya. Yo'q, hergiz olmaydi. Siz 3248 kilo grisni hergiz o'tkaman. Hop. Enisman. Bah, radar mashinasi 431-igizini davomli charlasın. Charlash tugagandan keyin buyruq tutsin. Hop. Ya Allah birinchi. Bugun kechimi bira o'ljiq ig bo'lanmasak, erta qo'mondonlik shtabida ichildiq ajig'inda yana kapitani qolimizda. Urush tuguchi jinimizni ilib, yenimizni qo'ydigan o'xshaydi.
Nega vardınız? Başlıq Fernetning ruxsati bilan qal'aga berib keldim. Biz sizni izlab topolmaydi. Başliq oxiri Hukdun surishtiruvdi. O birisini sizga amro qilib, mashinasi bilan uyga kelib qo'yganligini aytdi. Azroq qaraq ishkandim, beshim bek og'rib ketdi. Shunglashqa havoyiga sirtlarni aylanib kelay deb chiqqan. Düşmanning ziminida shuncha qattiq buyruqqa rioya qilmay, texi o'zicha aylanib ketdimish. Yo'limni to'smang. Boshliqqa o'zim javob berman. Biror ish bormi deya? Qolgan gapni başliqdan anglasangiz bo'lar. Biror ish bo'lsa o'z uyimda. Paltomni akalang, sirtga chiqib aylanib kelaylik. Atilla, tez bol, tez tap. Atilla, qani tez. Bu ya o xonimning keldigan joyi emas-ku. Kim biladi deysiz? Men baka. Ishnim yo'q-ku. Atilla, tez bol. Tez tap. Tezroq tapmamsa. Aslida bu ish pishqin chiqaradigan joy ekanda. Manga nesip bo'lmagan bu omad bu yerda haqqa. Sizga nimishqa nesip bo'lmaydi? Bundaq mamuqdek yumshoq odamni eritadigan xoli joy tursa. Biroq Vesner undaqlarni emas-da. Mundaq ishga duch kelganda har qancha o'shar arlarmi qiltaq tushmay qolmaydi.
Hobiye kelib nemish qilmoqchigina. Fursat tepib, men kelib baqsam bo'g'idek. Shuni demansiz. Yeni xabar bor. İnim istiğfar evetipti. Georgiy bilan Yanikmi qaytib keldi. Rostmi? Rostla. Siz men bilan bora olamsiz. Ma'qul baray. Birdam kutib turing. Kim o? Bosh sizni biror umkidin issak chaqirib kelsingiz degandi. Boshliqqa aytib qo'ying, uning yaxshi ko'ngliga rahmat. Men hozir yetib qoldim. Adibet Serbiye Davalat Sükülleri Amrı'nın dejurnisi 2. derece şaşı Reşnası'yı dakila kılıvatıdı. Alayda ahval görünmedi. Bopta. Motoni ambarga kirgizdim. Yanichi? Әтәтігенде мәркізі құтқызыш бөліміден доры ағылы бір машылы келедіген. Анден дорларын әтліш бердіған 2. дәрежек әскердің бірісі келдіған бопты. Yaxshi go. Bir ay ish bo'lsa menga telefon bering. Men ostida. Xo'p, jonshi janoblari, siz zaharlik do'rli ambrida bo'lamsiz? Ha, men shu yerda. Qaravul. 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 Xudoga shukr, siz gapsiz. Bu yerda nima ish qilyapsiz? Sirtqa chiqadigan ishingizni da'vatman. Ishingizni da'vatman. Bu yerga solinib qilib chiqqanmidim. Endi kirishimga ish kepilib qilib, to'zoq tushgan toshqandek ish amal qilolmadim. Qandoq bo'lib buni ichiga kirib qoldingiz? Post turaverib, zerikib qoldim. Shuning bilan üst tarafdagi ishni ichib, shu yerga palanpay bilan pastga tushsam, mishaga kirib qoldim. O'zimcha qiziqib qolibman. Ondinchi? Ondan boshimga sizilgan ishni oldiga kelib, qo'lim qishib, tamdagi qishni tutib sopdiman. Shuning bilan knopkani besibdiman-da. To'g'ri.
Şunda qilib ishga chilib ketib, bu yerga kirib qoldim. Endi kirib turishimga ishgan o'zligida yepilib qoldi. Qayta achay deb shuncha qilsammi, achammadim. Shuning bilan jili bo'lib, boshqa yerdan chiqadigan joy topay deb turatdim. Shundaq qilib topa oldingizmi? Ilgari kirib baqqanmi? Kirib baqmagan jo'ngshi janoblari. Men ishonmayman. O'zingiz ko'rdingizmi? Bu oshqishlarning hech qaysi tushmaydi ekan. Bana işinin Jo'ngshi janoblari. Sizni kim evatdi? Kim sizni bu yerga usib kir dedi? Hech kim. Buning ichida nima borligini bilamsiz? Yo'q. Zaharli dorilar bor deb o'yladim. Balkim zaharli gaz bordi. Bularni bilib nima qilay? Bu yoqqa kiring. Men sizga ko'rsatib qo'yay. Yo'q, bo'ldi Jo'ngshi janoblari. Rahmat sizga. Men kirmayli qo'yay. Bo'ldimi? Endi rozi bo'lgansiz. Buning ichida bundaq narsalarning borligini faqat o'ylamabdi ekanman. Mushunchalik narsalar uchun mu ikkidan post qo'yib, muhofazat organlari qurib qo'ygan bormi? Shunchalik muhimmidi? Siz ikkinchi darajalik zarbdor duyining jo'ngdejingmi? Sizmi SSchilarning? Qanday hayron qilyapsiz? Siz ajab ikki xil kiyim bilan yurtgansiz. Bir bo'lsa Jo'ngshi, bir bo'lsa SSchilarning ofitseri bo'lib olgansiz. Sizdan qiziqmaydigan narsangiz yo'q ekan. Men sizni rozi qilib qo'yay. Bo'ldi, men endi ishimga boray. Nimalar bo'lmasin, siz muhofazat tuzumini buzdingiz. Bu ishni yuqoriga dokalat qilamsiz, Jo'ngdejon janoblari. Nariga gapni qilib turasiz. Dijornilik o'rlashtirganda boshliq bizni xeyli qattiq ogohlantirgan. Nima degan? O'zi bilishimchilik bilan xizmat o'rnida ayrilganlar alohida bir taraf qilindi. Jazo lagerlarga, yo'q, harbiy sotqa yoki bo'lmasa nima qilamiz degan? Ig'ir xatolik o'tkazganlarga darhol o'lim jazosi beramiz degan. Undaqda o'zingiz aytib baqing. Sizga o'lim jazosi bersak bo'ladimi? Biroq hech qanday ish bo'lmagan tursa, Jo'ngdejon janoblari. Bu qanday yer? Siz boya boshqa yerdan chiqib ketmoqchi emasmi? Mana mana shu. Bu yerda nega chiqilib bo'ladi? Sirtqa. Meni mishyadan chiqib ketyapsiz? Albatta. Qani men chiqib ko'nglingizni ichib kiring. Maqmamsiz. Men sizga ishni ichib beray. Siz rostla bu ishni boshliq demamsiz? Nimalarni o'ylab ketdingiz? Bo'ldi men demayman. Miltig'imni unutib qolibman. Uni bo'ldi, sizga miltiqning lozimi yo'q. Bu nima qilganingiz Jo'ngshi janoblari? Men eshitib qilgan tursam Jo'ngshi janoblari. Bo'ldi, men tushundim-chi. Endi bo'la. Bu gaplarni qilganning foydasi yo'q. Lekin siz meni bundoq tushirib Shundoq. Tushirib o'tmasam bo'lmaydi. İsmingiz nima edi?
Şermu, Jongshi janapları. Voy Xudayım, bu adam ilişip kaldı mı, nima? Sarang bo'ldingizmi? Meni tatib oling. İşten balasi. Bo'ldilar, askar Shermo. Bu yerdan tushib ketsangiz, bir yeringiz og'rimaydi. Ben dişirini qaravul. Siz askar Shermoni muhofazachilar tizimligidan o'chirib o'ting. Uni boshqa xizmatga evatdim. Xo'p. Faşistlar her qaysi ellerinin qarşılıq göstərişi hareketini bastırmakta. Hem yani paylaqçılar, casuslar qaplab ketdi. Hazır qep qağını faqat bulon puşqaqdı ki, kichik gruppalar. Chekinayli demoqchimisiz? Yo'q. Mening demoqchi bo'g'inim ishlarimiz burunqidan bak qiyinlashib ketyapti. Odamlarimiz aziyib ketyapti. Ko'proq ehtiyot qiling, Rinat. Biz sizga muhtoj. Siz bizning guruhimiz uchun intayin muhim. Mening yoki o'zingizning emas, balki nurg'unlagan odamning hayoti siz bilan hech munosabatli. Uqdim. Lekin sizning bu gaplaringizdan hech bir ozodlik his qilolmayapman. Kraus, bu ishlar menga shunchalik og'ir tuyulyapti. Bu kunlar qachongacha davomlasha? Düşmanlar ufuq bilib telegramını qaytib berəməydigan iş bolsa, amal qılıb bu axbaratni yetkizib ötəylik. Uningda nima depdi? Qarşılıq göstəriş qruplarining diqqət qilish lozimligini, turli sanoat astarlariga fashistlarning buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotganligini aytibdi. Necha kungacha telegram bermaymiz? 3 kungacha yuqorida bizga telegram berishni to'xtatinglar deyapti. Bexatarligimiz uchun telegramni qabul qilishga bo'ldiki, hargiz berishga bo'lmaydi. Anda xizmat telegramını mağdırıb berəylik. Sizdan qandaq mağdurib bəgli bola? Bizdə bir xəbərləş toru var. Aloqalaş nöqtələrimizdən həmisi öz rolunu obdan cari qıldıra alaydı. Biz Polsha partizanlarının ko'zi o'tkir qulog'i uzun. Bu axbarat bək mühim. Uni dərhal yetkizib berishimiz kerak. Bunundan başqa yana bir mühim ish. Enim Stepan rəhbərlik qılayotgan bir qruppa Vadovitsni bir mezgil kuzatgan bo'lsa-mu, ancha cho'ng natijaga erishilmabdi. Ammo ba'zi bir ishlarni bayqagan o'xshaydi. Gazarmadan harbiy davolash uskunlari ambiriga har 3 kunda bir muhofazachilar deyə övatildi ekan. Yo'ldoshlar kuzatish jarayonida qarovullikdan qaytib kelgan muhofazachilarning Udul Bohniya poyezd stansiyasiga ep berilib, shu yerdan oldingi safga övatildiganligini uqibdi. Bu bir ish. Yana biri harbiy davolash uskunlari ambiridan odamning gumonlangisi keladi. Her qancha zararlik doğrular degandimi, oshunchalik narsa uchun shunchavala muhofazachilarni oz qo'ygandek. Yana ikkidan post qo'ygan nemisi? Buningda bir gap bormi qandaq? Shuni dengayman, nima degan aqlsiz? Ular doğru ambirini partlig'ish doğrular ambirdimi qattiq saqlab olsa, u yerga diqqat qilmoqdimi? Tahlil qilib beqishmi esim kelmabdi. Bu pozitsiyada o'yin bir maxfiyatlik bo'lmasa, ular shuncha qattiq muhofazat qilib ketmasdi. Texonni davolash uskunlari ambir davog'ini ko'mandigan. Stepanmo agar Vadovits atrofida yoshirib qo'yilgan bir narsa bor deyilsa, u narsa cho'qim shu ambarda davotidi. Qachon post almashtirishlar? Meni unutib qoldinglarmi nima? Kechiring Henry, men hozirlik qilman. Bu ishni o'ylayapmiz, lekin u yerga qanday kiramiz? Atrofni o'ylamay bo'lmaydi. Bu odatga qurilish emas. U yerga kirishdan avval obdan bir razvedka qilib chiqishimiz kerak. Bu ishqa Stepanning ancha-muncha yordami tegib qolar balkim. U Vishiniskining singlisi Lyudiyani tepibdi. O qizni o'ynar ekan. Biz o qizni uyga hargiz bog'ish bo'lmaydi. Qahni diqqatini qo'zg'ab qo'yamiz. Vishniski shundoq degan. Ludiya hozir Veleshkining yanadagi bir tuzkunida ishlaydi ekan. To'g'ri aytdingiz. Stepan sizlarni shu yerga boshlab bordi. Bugunla baramdiq. Yana bir necha soat vaqt bor. Ular
Saat 8'de ismini almıştı. İşini için hizmet işim Vesner. Kim? Çapsan bulu. Neymiş oldu? Boldu soravam et sıra kaçmam siz. Hazırlık kal'ege berip tizim kaldırın. Çapsan bulun hanım. Saat 10'dan ilgiri yığın zalığı berip maşinika telefonlarını takip koyun. Andın bir kıtım işletip sınaqıp bakın. Uftunuz mu? Kaçamam ben. 5 minutdan keyin maşina keladi. Tez, çapsarak yasın. Sım yolunu tekşirdiğanlar 12. xan kiringlar. Tokchilar 14. xan bilan 3. zalning orlig'iga yangidan sim tatinglar. Beşinglar 5. xan bilan 10. xanga rels yatqizinglar. Yağaşçılar 6. xanning törük limlerini yangidan yangishlanlar. Uqdinglarmi? Dörtüncü, 8. 12. 16. ve 21. nomor vagon iştirsizlar. Qolganlar 4. zaldagi top o'qlarini ustiga chiqinglar.
nazırlık egende kılat. Bunun da komandallık iştavıdın yığın katlaşkıçılarga aldınqı sepnin hazırkı ahvalı toğırlık doklat beriş talep kılınıptı. Ondaqda yığının kun tərtibini özgartışkı bo'ladi ekan-da. Biroq boshliqlar buni qo'ymaydi. Telefon simini putoladingizmi? Sınaq qıp baqsam bo'latdi. Ben boshliq Hokni ishxonasiga berib telefon berib kelay. Yig'in boshlang'ichi kelib bo'laman. Ben 5. numaralı karşıga. Gipimni anlatamsiz. 1, 2, 3, 4, 5. He, normal. Meni ayıverin. Meni. Boladı. Ha. Boladı. Dodiya degan shu. O yo'l yo'riq topshirib olganlar bo'lsa, rahbarlikning degini bo'yicha sizlarga yordam qiladi. Vaqt xili ko'p, paranglashib chiqinglar. Men mishal qarab turay. Tapşırıp algan yol yo'riq bo'yicha sizlarga yordam qilay. Amal bor yordam qilaman. Sizlar nemni uqmoqchi? Biz Vishneskini izlab kelgan. Men shu. Lyudiya Vishneski bo'laman. Bizning izlaydiganimiz er kishi edi. İsmi Vishneski. U qadimgi shahar Velichkining Krakovskiy kotisi. O 7-numurli qorovda o'tiradi. U burunqi adresimiz. Mening qo'sh kezak. İki akam batdi. Birisini yaqinda tutib Germaniyaga olib ketishdi. Yana birisi-chi. Biz dal shuni izlamoqchi. Necha kunlikda qoldi. Tirik murduqliq o'xshab qoldi. U hozir nerede? Uning Nimjan tinini demsiz? Bu yoqqa kelinglar. Pastga tushib, turubidan o'tgandan keyin so'lga burilib o'dilmayinglar.
Qani kiringlar. Bilavatime, sizlar mening do'stlarim. Yaqinroq kelinglar. Sizlarni ko'rolmayapman. Mening ko'zim kadin chiqqan. Sizlar meni yashangan odamniki deb qolmanglar. Men sizlardan ancha cho'ng emas. Biroq jismim o'lgan. Men halokatga ep bordigan maxfiyatlikni bilganligim uchunla moshunda baxtsizlik uchirgan. Buning nima iloj? Siz kim bo'lasiz? Mening ismim Veshneskiy. Malik Veshneskiy.